Xullas o'rtoqlar, qisqa va lo'nda qilib tushuntiraman. Endilikda 1-apreldan boshlab O'zbekistonda prezident farmoniga muvofiq ayrim to'lov turlari faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Ya'ni PayMe, Click yoki shunga o'xshash to'lov tizimlari orqali to'lovlar amalga oshiriladi. Endi bu biz uchun nimaga kerak deb savol berilsa, hisob-kitoblar o'rtasida shaffoflikni ta'minlash hamda iqtisodiyotimizdagi yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish uchun bu tartib joriy qilinyapti. Endi qaysi to'lov usullari faqat karta yoki to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi deb savol berilsa, davlat organ tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar, kommunal to'lovlar, gaz zapravkalari, elektr avtomobillarini zaryadlash uchun to'lanadigan to'lovlar, qiymati 25 million so'mdan yuqori bo'lgan tovar yoki xizmatlarni sotib olishdagi to'lovlar, ko'chmas mol-mulk hamda ishlab chiqarilganiga hali 10 yildan oshmagan transport vositalari savdosidagi ishlatiladigan hisob-kitoblar faqatgina elektron to'lov tizimlari yoki bank kartalari orqali amalga oshiriladi. Shu o'rinda qo'shimcha qilib ketaman, 2026-yil 1-fevral holati bo'yicha O'zbekiston aholisidagi jamiki naqd pulning ulushi 64 trillion so'mni tashkil etadi. Ya'ni insonlarning qo'lida shuncha pul bor. Albatta naqd puldan voz kechish jarayonlari qisqa muddatlarda amalga oshirilmaydi. Sekin-sekin, bosqichma-bosqich hali umuman naqd pulga ehtiyoj sezmaydigan zamonlarga ham kelamiz. Shunga o'xshash bank faoliyatiga doir foydali hamda qiziqarli videolar muntazam chiqishi uchun obuna bo'lishni unutmang.